بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ey Peygamber, nima uchun Alloh sana halol qilgan narsani ayollaringlarning roziligini tilash yuzidan harom qilsan? Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah sizlarga kaffarat bilan qasmonglardan chiqishni belgildi. Allah sizlarning eganglardir. Allah har narsani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Öz vaqtida payg'ambar ayollardan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni yo'shirin aytgan edi. Yani Hafsa uni Oyshaga aytib qo'ygan. Alloh bo'lsa sirning oshkorlanganligini payg'ambarga bildirgan chaqda yani payg'ambar Hafsaga uning oshkorlab qo'ygan so'zlarining ba'zisini aytdi, yani yuziga soldi. Ba'zisini aytmadi, yani yuziga solmadi. Payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chaqda yani Hafsa buni senga kim xabar qildi dedi. Payg'ambar menga buni hammani bilib turg'uchi, hammadan to'liq xabardor Alloh xabar qildi dedi. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Agar Oyisha, Hafsa ikkinlar Allohga tavba qilsanglar, o'zinglar uchun yaxshidir. Sizlarning dilinglar Rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi. Agar sizlar Rasululloh xo'p ko'rmaydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar, u chaqda Alloh uning madadkoridir. Ulardan boshqa farishtalarmi uningga yo'lanchiqdir. Asa robbuhu in طلقكن an yubdilahu azwajan khayran minkunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Agar o sizlarni qo'yib etsa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi, Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunuvchi, Allohga va payg'ambarga iymon etuvchi, itoat qilguvchi, gunohlardan tavba qilguvchi, ibodat qilguvchi, ro'za tutuvchi cho'kallarni va qizlarni uningga berishi mumkin. Ya ayyuhallazina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey müminler! Özüңlarni və balı çaqanlarni insan və taşlar yıqılğı boluduğan, rəhim qılmaydıgan qattiq qul pəriştlər muvakkal bolğan dozaqdan saqlanlar. O pəriştlər Allah'ın buyruğundan çıxmaydı. Nemigi buyurulsa, şunu icra qılıdı. Ya eyyuhellezine keferu la ta'tazirul yevme innemâ tuczavne mâ kuntum ta'malun. Ey kapırlar, bugün özür etmanglar. Sizler faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar. Ya eyyuhellezine amanu tubu ilallahi tevbeten nasuhan عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ey müminler! Allah'a samimi tövbe qılınlar. Ümid ki, Parvardigarınlar sizlərinin günahlarını yoq çıxırdı. Sizlərni astıdan östənlər eqib turduğan cennetlərə kirgizdi. O gündə, yani qiyamet günüdə Allah peyğəmbərini və onun bilan birlə bolğan möminlərni rəsva qılmaydı. Ularının nuri ularının aldıda və o'ng tərəfində yürüydi. Ular, ey Parvardigarimiz, bizga nurimizni mukammallaştırıb bergin, bizga mag'firat qilgin. Sen bolsan hakikaten her narsaga qodirsan deydi. Ya eyyuhan nabiyyu jahidil kuffara vel munafiqin vaghlub alayhim ve ma'wahum cehennem ve bi'sel masir. Ey peygamber, sen kuffarlar bilan ve munafiqlar bilan kurash qilgin. Ularga qattiq muomala qilgin. Ularning joyi cehennemdir. Cehennem nimdige yaman joy. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah kuffarlarga, ularning müminler bilan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lutning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandalarimizdan ikki yaxshi bandimizning amirda edi. Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lut payg'ambar turuqliq, ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmadi. U ikkisiga dozaqqa kirguvchilar bilan birga kiringlar deyildi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah iman etqanlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Öz vaqtida u, ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgin.
meni Firavundan va uning yomon amalidan qutuldirgin, meni zolim qavmdan qutuldirgin, dedi. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Hamda İmranning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqildi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puldik. Dam uning ishiga kirib, Isoga amildor bo'ldi. U Parvardigorning so'zlarini va nozil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qilguvchilardan bo'ldi.